Hammaga salom bolalar. Bugungi videomizda biza 5v5 xokkey o'ynaymiz. Ya'ni duelda o'ynaymiz. Короче, o'ynaymiz. To'xtanglar, qanaqa? To'xtanglar. Qanaqa odam bo'lishga odam salgina ikkilanyapti. Do'stlar, bo'rindi bo'la qolaman. Do'stlar, tegina ikkita legendarniy kazeni ochmayman. Kaze hali berkimiz. Hammasini pachchag'ini chiqaraman. Do'stlar, agar Telegram kanal ochsam, Brawl Stars o'ynaydiganligi, mana shunaqa qiladiganlar bor-ku. Ya'ni o'zim ham topdim. Menda yo'llari mana yerga tisadigan narsalar, vobshe quchuvlarini topdim men. Anaqa skanerlarni, ya'ni pastgina menda o'xshamadi do'stlar, skanerim yo'q bo'lgan uchun telefonimda. Короче, Brawl Pass olmoqchi bo'lsanglar, agar o'xshasa, ba'zida o'xshatdi o'rtoqlarimda. Bitta o'rtog'im o'shanda tekinga Brawl Pass oldi o'sha. Do'stlar, shuni tavsiya beraman. Agar Telegram kanal ochsam, albatta u yerga obuna bo'lib qo'yasizlar. Va o'taman shunday, ya'ni setlarni tashab turaman. Nima desa bo'lar ekan? QR kodlarni va o'tdan game ham olsa bo'ladi. Bilingki ham voy. Do'stlar, biz yutqizdik. Yutgan bo'lsa hayron qolardim. Do'stlar, Kenji birinchi raund yutqizdik. Rico. Do'stlar, atilab tortishdimi? Yunoti. Do'stlar, qachon chiqaraman mashina. Chiqaysi o'qin temayapti. Do'stlar, bo'ldi, Kenjini yutdim. Yaxshi do'stlar, Kenjini yoy. Do'stlar, o'rimiz kiper yig'iydi. Uqaq! Do'stlar, uqaq qildi. Mana sakrashim tutdim. Do'stlar, Kenjini yoyib qo'ydik. Mayli. Joni kamligida foydalanamiz. Qachon foydalanamiz? Do'stlar, Leonni jonini qoldirib berdim. Endi do'stlar, yutishimiz ham mumkin. Yo'yildi. Do'stlar, Kenji yo'yilib o'tdi qachon. Do'stlar, Leon bilan Jessi tili qoldirdi. Jessi. Bu Jessi. Endi bitta Rico tili qolgan. Yo'l zitdi do'stlar. Zitdi. Xudoga shukr. Bitdi biza. Do'stlar, mana shunaqadan misol uchun endi Brawl Stars haqida bitta video qo'ydik. Brawl Starsda bitta video qo'ydik, bittasini ham 3 minutlik shunaqali video bo'ldi, yutqizdik. Etak nechik tushirsa bo'ladi. Odam emas, bibiga skin. Etdimi do'stlar? Qo'lim omadlidi. Do'stlar, tadadadam
BB'ga 79 talik skin. Do'stlar, ba'zi o'rtoqlarimda yashik sezonida eng qimmat legendarniy skin tushirganlari ham bor. Bitta Fidas Xida degan o'rtog'im. Mana akkauntini ko'rsataman. 41 odam bor. O'zim Druzada o'zim даже 41 o'rtoqlarimdan o'zim 7-o'rinda turaman. U bola 14da turadi. Prosta o'ynamay qo'ydi. 2 oycha, bir oy o'ynamay qo'ydi-da. Telefonni olib qo'yishga. Hop. Mendan 2 barobar past. Qani mana shu bola. Mana akkaunt do'stlar, Edgarda Parli skin bor. O'sha yashikdan tushirgan. Mana do'stlar, o'sha bola. Akkaunt ham normalniy pro BB'da mashina skini bor. Hammadan birinchi o'm Nanini mash ochgan. Do'stlar, Mr. Pini ham bitta bo'ladi. Ha, Huddok hammadan bir ochgan, Imamini ochgan do'stlar. Leonni hammadan bir ochdi. Do'stlar, 4 dan 5 odamlar hammadan bir ochgan. Prosta bizda ham ochsa bo'lardi, lekin ularni tanlamaganmiz. Hop, bu skin bo'yicha domimizda nomer 1. Mayli do'stlar, videomiz ham bir tugay deb qopti. Sog' salomat bo'linglar. Kelasi videolarga chiqar.